Ilg'or tog'lar qo'ynida joylashgan Surxondaryo viloyatining Boysun tumani o'zining so'lim tabiati, betakror manzaralari bilan dunyoga mashhur. Tumanda joylashgan Xo'jamayxona bulog'i esa shifobaxsh suv bilan tanilgan mo'jizakor maskan hisoblanadi. Xo'jamayxona ziyoratgohi 15-asrga tegishli bo'lib, u yerdagi buloq suvi tog' tagidan 10 kilometrdan ortiq ichkaridan sizib chiqadi. Suvning tubi qayerda ekanligi esa hozirgacha noma'lum. Yapon olimlari tadqiqotlariga ko'ra, yilning 4 faslida ham bir xil salqinlikni saqlab turuvchi ushbu buloq suvi Osiyo qit'asidagi eng toza, filtrlangan suv bo'lib, uning tarkibida inson organizmi uchun foydali bo'lgan temir hamda oltin moddalari mavjud. Mutaxassislar ushbu buloq suvi 26 dardga davo ekanligini aniqlashgan. Manzilgoh ikki tog' orasida joylashgan bo'lib, shuningdek uning betakror manzarasi insonni o'ziga chorlaydi. Tobora turistik maskanga aylanib borayotgan Xo'jamayxona ziyoratgohi suvini manzilning o'zidan kelib ichib ko'rish o'zgacha. Ketgan vaqt va masofangizga achinmaysiz. Xo'jamayxona sizni kutmoqda. Keling, tabiatning sofligini his eting va shirin buloq suvining betakror ta'midan bahra oling.